Короче, assalomu alaykum. Mana shu singan bu ferda o'zim tuzatmoqchi bo'ldim. Internetga ko'p videolar bor, tuzatsa bo'ladi, bo'lmaydi degan videolar ham bor. Men buni o'zim tuzatib ko'rmoqchiman. Mana shuni teshib chiqdim. Nimagaligini bilsanglar kerak. Buni teshib sim o'tkazib bog'lab chiqiladi. Mana tepadagi rezina nima deyiladi bilmadim. Shuni ichi ham yorilgan ekan. Xo'p, buni olamiz. Undan keyin bizga obычный payalnik kerak bo'ladi. Mana shuni qilib joy ochib chiqamiz simni shuna kirishiga. Xuddi yana shu payalnik bilan mana shuni simni qo'yib bossak bo'ladi. Mana bunaqa payalnik olsam bo'laydi, 250 ming yo'qmadi. Bunaqa sim kerak bo'ladi. Shuni qilib ichkariroq joylab chiqamiz bilinmaydigan qilib. Nimaga desanglar buni? Keyin bilib olasizlar, video oxirigacha ko'rib, mana shunday qilganga chiqib qolmaslik kerak. Hamma joyini mana shunaqa qilib bo'lgandan keyin bolgarka kerak bo'ladi. Mana shunaqa tosh bilan bolgarka regrobga обороты bo'lish kerak. Eng past оборотga qo'yamiz, chaqlab chiqamiz. Baland оборот bo'lsa plastikni eritib yuborish mumkin qisib. Shuning uchun eng past оборотga. Qo'l bilan juda qiyin. Mana bu shpaklopka metalliki, plastik deb ko'pchilik aytishi mumkin. Plastik kerak deb metalliki bilan qilmoqchiman men. Mana shpatel uyga ishlatadigan. Mana shundoq qilib qilamiz. Ko'pam buni shpaklopgacha bo'lish shart emas ekan. O'zimdan kelib chiqib aytaman. Xuddi mana shundoq. Mana shov yopilsa bo'ldi, короче. Ana undan keyin najlaglab chiqamiz. Qotgandan keyin bir kunga kech qolib ketdi video. Kech bo'lib qolganda video ko'rgan bo'lsanglar. Keyin mana 800 lik, birinchi 80 lik ko'ringan bo'lsa. Undan keyin artib chiqiladi. Quritib. Endi kraska mana shu kraska otini o'qib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kraska sprey yozilgan. Buni kirechkasiga o'xshagan yaltiramaydigan deb berdi. Kraska sotuvchi, bilmayman, hozir ko'ramiz. Lekin men sepganimga yaltirabdi. O'zim ham ko'rinaman pashti mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zim ham ko'rinib turibman-da. Uzoqroqdan ham xuddi shunaqa. Undan keyin mana bu yerda artdim, bu tomon bu yerda ham tozaroq ko'rinsin deb. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana oldiga kezak sal xiralashgan. Yana bir marta sepib chiqamiz mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu yana yaltirab turibdi. Bu rezinaga yangiliklarga yopishtirdik. Endi yopishtiramiz, mana ko'ramiz. Lekin sotuvchi allamagan ekan mana. Ichidan yaltiramay qolar ekan. Qotganidan keyin faqat kraska qotish uchun 1-2 soat vaqt kerak bo'ldi. Menimcha birinchi martasiga bo'ladi zakonni. Sizlarga qanday?